أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Ali İmran surasining 84-oyatiga keldik. Oyat karima قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. degan İslam'nınki büyük prensiplerden birini hayat kanuniyet ekanligini İslam'nınki. İnsanınki İslam'dan başka tanlash yolunun yo'qligini o'rtaga qo'ygan büyük bir mazmunga, muhim bir mazmunga keldik. Ayet kısaca tercümesini kılsak bu şekilde ifadelanadi. Den-i Muhammed aleyhisselam biz Allah'a ve bizge düşürülgen İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub ve esbatlarga Musa, İsa ve qatorliqlarga düşürülgen peygamberler öz Rabbidin birilgen bütün kitaplarga, ta'limotlarga hammasiga iymon etdik. Peygamberlerden hiç kimning arasını ayırmaymiz. Biz Allah subhanahu ve ta'alaga boysunuvchi degan şekilde tercüme çıkıdır. Endi ayetga biz her bir kelime söz qarab chiqamiz qarindoshlar. Ayetga qarag'animizda bunu ahvolni bayqaymiz. Ayet Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan mu'minlarni iymon masalasida bir gavdiga aylantiryapti. Ya'ni birlashtiryapti. Qanday? Resulullah'a hitap qilgan şekilde başlaydı. Mu'minlar nomidan so'zlagan şekilde davom qiladi. Oyatning boshidagi qul Resulullah'a bo'lgan hitap. Amenna, yani den degani Resulullah'a bo'lgan hitap. İman ettik degan köplik şekli. Resulullah'ın mu'minlar bilan birikib ketganligining ifodasi. Xuddi İslam ümmeti bu yerda qul kalimasi bilan boshlanib, Resulullah o'zini mu'minlarning ichida atrof, mu'minlarning bir fardi shaxsida sifatida so'zlab amanna iymon etdik degan ma'no ifodalagandek. Ya'ni bu orqali Resulullah bilan mu'minlarning orasi to'liq bir gavda shaklda ifodalanadi. Allah subhanahu va taoloninki Resulullahga va mu'minlarga qilgan xitobi hiç qanday o'tirdi ayrilish olmagan imoniy bir butun gavdiga qilgan xitob shaklda o'rtaga chiqadi. Ya'ni bu uslub orqali bizga shuni demakchiki, Payg'ambar alayhisalom bizga boshliq olsun, rais olsun, bizga yo'g'onlik qilsin uchun emas, ma ummatning yukini, omonatini, ig'irligini ko'tarsin uchun avatilganligi chiqib turadi bu yerda. Rasululloh hech kimning oldida yo'g'on bilib olish uchun kelmagan, balki bu ummatningki kelgüsü dünya ahireti üçün bütün capalarga razı olup gelgen bir peygamber. Şunun başka biz Resulullah bunun deyimiz nurgun derslerimizde dep öttük. Resulullah iki imanı var. Birisi Allah'a etkan bir imanı var. Mu'minler üçün etkan bir imanı var Resulullah'ınki. Çünkü Resulullah bize şefaat kılıdı. Resulullah şunda bir amanetini ada kıldı ki bu amanet bütün ümmetinin hemmini qanaqlalaydı, öz içige alalaydı. Resulullah şunda bir örnek gösterdi ki bütün ümmetiga yeterlik şekilde ümmet gösterdi. Şun başka Allah subhanahu wa ta'ala bu yerdeki hitap ne? Bu şekilde ifadeli ki kul amenna. Kul Resulullah qartılgan yekki hitap amenna mu'minlerinin hemmisini bir gavda qilgan şekilde köplik şekildeki tilde aytilayotgan köplik şekildeki hitap. Asli bizce boğa vaqtda ya Resulullah'a xas şekilde qul amantu den Muhammed aleyhisselam iman ettim deyiş kerak bizce oğa vaqt. Ya ki köplik ifadelemek olsa qulu denla amanna iman ettik bu şekilde deyiş kerak. Lekin Kur'an-ı Kerim her sözünü öz joyiga koyup işletildi. Her sözünün ayrılmaz bir ma'nosi var. Her bir ifadeninki, qurulmaninki bir demekçi olan bir maqsadi var ki bu yerda qul yekki kelimini işiltishi, amenna köplik kelimini işiltishi Resulullah bilan
ummatninki birlashib ketgan bir holatini ifodalamaqchi. Bu ummat o'zining rasuliga itoat qilishda xuddi bir qalbga o'xshaydi. Ya'ni payg'ambarning og'zidan chiqqani ummatga yetarli. Buyruq Rasulullohga Alloh tarafidan keladi. O'rindash ummatning vazifasi. İcra qilish ummatning vazifasi. Hammadan ijro qilamiz. Bu yerda biz raqiblarga, dushmanlarga shuni ifodalab qo'ymizki, Rasululloh kuchli bir iymoniy top sahibi bo'ldi bu yerda. Rasululloh bir butun jamiyatga, bir butun top, bir butun tabaqaga vakillik qiladi bu yerda. Shuni deyalaymiz. Ama agar qul amantu degan bo'lsa, "Dangi Muhammad alayhisalom ima aytdim" degan bo'lsa, xitob Rasululloh bo'latdi. Rasululloh vaqtda o'zining iymoniga vakillik qiladi. Lekin qul dang amanna dang Rasululloh bizga vakolatan qanday qilyotdi, so'zlayotdi. Chunki payg'ambar alayhisalomga butun ummat qana qildi, ergashdi. Bu dinga top bo'lib kirdi. Sura Nasrda "Iza jaa nasrulloh wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Rasulullohga top bo'lib qana qildi, ergashdi. Andin keyin qarindoshlar oyatni davom qilsak, "Qul amanna billahi va ma unzila alayna." Yani bizga tushirilgan deb bir ifoda bor oyatda. Mushayda bizning diqqatimizni tortadigan yana bir nuqta bor. Bizga tushirilgan degan ifodalarni Qur'ondan izlaganimizda, Qur'onda tushirilish ifodasi ba'zida g'a, qa ustiga degan oldi qo'shimcha bilan kelsa, yani arabchadagi ala bilan birga kelsa, ba'zi vaqtda ila bunda yurinishni ifodalaydigan so'z, ya'ni harf. Yani bununga deb yurinishni ifodalaydi. Ala uning ustiga, fukununing ustiga deb ustunlikni ifodalaydi. Ana shu tushirildi, haq tushdi degan ifodalar va Qur'ondagi bu ikki xil so'zlar birga keladi. Ba'zida ala bilan, ba'zida ila bilan. Masalan, Sura Baqaraning 4-oyatida "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka" ila bilan birga qo'llanildi. Sana tushirilgan. Yani sen tarafga degan ma'noda bu. İkincisi Sura Nahl'da mesela 64-oyatida "Ve ma anzalna aleykel kitabe" deb ala bilan ifodalanadi. Yine Qur'onni aqtasak bir muncha oyatlar var. Sura Ma'idening 83-oyatida "Ve iza sami'u ma unzila ilar rasul" Rasululloh tushirilgan. Sura Nahlning 64-oyatida "Ve ma anzalna aleykel kitabe" ala oyatini dedik. Sura Nisa'ning 140-oyatida "Vaqat nazzala alaykum" sizlarga tushadi kitobni degan mazmunda. Endi demakchi o'g'limiz shu qarindoshlar, tushdi, tushirildi degan fe'llar Qur'onda ya ila bilan tarafga, g'a qarab, ni ko'zlab degan ma'noda ishlatiladi, ya ala bilan ning ustiga degan ma'no. Ba'zi ulamolar mushuni taraqqida ila ala Rasulullah'a qaratilgan, ila mu'minlarga qaratilgan, Qur'on Rasulullah'a tushirmoqchi ala keladi, mu'minlarga ila keladi deb o'tib ketgan ahvol bor. Ammo biz Qur'ondagi har so'zning almishib ishlatilishiga bir hikmat bor deb qaraymiz. Yani arab tilining ifodalashiga bog'langan shaklda buni topa olamiz. Odatda ala ustunlikni ifodalaydi, tabiiyki tushirilishning xarakteri ustidan qanday qilib astoga tushadi. Ila yurinishni ifodalaydi. Biz musha damda sizlarga nisbatan buni bir xulosalab tushuntirgan vaqtimizda Qur'oni Karimninki mana bir ikki taraf bo'ladi. Birisi mas'uliyat tarafi, yana birisi nishon g'oya tarafi. Balkim bizning tushunchamiz bo'yicha aytgan vaqtda Qur'oni Karimdagi tushdi, tushirdi degan fe'llar ala bilan kelgan vaqtda bu bir mas'uliyatni ifodalasi kerak. Mayli mu'minlarga kelsin. Masalan, bayatdan oyatga vaqat nazzala alaykum fil kitab. Kitobda sizlarga bunda tushirdi desa, ustonlarga mas'uliyat shaklida ma'no ifodalashi mumkin. Nazala ila kelsa manfaat. Masalan, şu obyekt qilingan nishonning masalan mu'minlarga tushirildi deb kelgan vaqtda ila ishlatildi dedik ya bayatdan. Shu Qur'oni Karimning eng oxirgi nishoni, hadaf, g'oyasini ifodalasa kerak. Yani Qur'on
ummatning manfaati uchun tushgan. Mana shuni qana qilish kerak, ifodalasi kerak qarindoshlar. Biz bu shaklda mushishlik deb uytimiz endi. Biz jiqdat ketdik ilk darslarimizda Qur'onning har hukmi ba'zilar uni erkinlikni cheklaydi deganga destek dalil bani shaklda chiqqan taqdirdimi biz deb o'tdik. Bir odamning o'g'irlik qilish erkinligini cheklagan bo'lsa Qur'on millionlarcha odamning mol mulkini erkin bir shaklda ishlatishiga kafolatlik qilish uchun cheklaydi. Bir odamningki boshqalarning or nomusiga chekilishni cheklagan bo'lsa Qur'on boshqalarning or nomusini qo'g'dash uchun cheklaydi buni. Bu nuqtadan Qur'ondagi har shariat, har hukm cho'qim bizning manfaatimizni ko'zlab shuni nishonlab tushgan bo'ladi. Shu nuqtadan biz Qur'oni Karimdagi ilo bilan kelgan o'rinni mush ikki shaklda farqlantirsak, xato ketmaymiz. Ya'ni alo bilan kelgan o'rinni mas'uliyatni ifodalasa, ilo bilan kelgan o'rinni nishon, g'oya, hadafni ifodalasa kerak. Endi oyatdagi qarindoshlar, bayatni qisqacha tarjima qildik bugungi oyatni. İddiai Muhammed Aleyhisselam biz Allah iman ettik, bizge düşürülgen kitaplar iman ettik deb kelib oxirida İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub ve peygamberler, asbatlar ilgirki ümmetler mesela Musa, İsa qatorliq bütün peygamber asosiy ulul azmi bo'lgan peygamberlarning hammasining ismini tilga olib turib, mushularga tushirilgan kitoblarga vahiylarga biz iman etdik. Biz ularning orasidan hech kimni ayirib o'tmaymiz. Biz Allah subhanahu wa ta'alaga boysunguchi degan nuqtada masalani aniq ayryapti. Ya'ni biz apkagan yo'l, ya'ni bu Qur'on yo'li, bu Muhammad payg'ambar apkagan yo'l yangi bir yo'l emas. Qandaqdir bu bir nupuz teperish uchun o'rtaga chiqqan ish emas. Balki insoniyat yaratilgan vaqtdan tortib davomlashayotgan payg'ambarlar karvonining oxirgi qismi bu. Tuluqlamisi bu. Sura Maide'nin 3. ayet degandek "El-yevme ekmeltu lekum dinakum" bugün sizlarning dininglarni to'liq qildim dedi ya. İlgirki bütün dinlar sağlam aqida, qissa, xabar hammasi tamamen islomda bor. İlgirki dinlardagi umumiy prinsip tamamen islomda bor. Bir qism vaqt zamonning o'xshamasligiga qarata o'zgaradigan ahkomlardan boshqa asosiy prinsiplarning hammasi tamamen o'xshash. Hattoki hadis sharifda Rasululloh uzulat ilgirki payg'ambarlarning munosabatini so'zlab, men bilan ilgirki payg'ambarlarning misoli bir bino solgan odamga o'xshaydi. Binoning hamma taraf putuklikka illaki bir kesak kam. Kishilar binoni aylanib, bu bino ajab chiroyli ekan, mushi kesak bir tuluq bo'lib ketgan bo'lsa deyishadi. Mana men shu kesak. Men tuluqlansam butun payg'ambarlar binosi tuluqlanadi. deb Rasululloh ma shaklda bayon qiladi. Ya'ni Rasululloh ayrim bir din emas, Rasululloh ayrim bir yangilik nas kelgan emas, balki Adem alayhisalom zamonasidan ta hozirga qadar davomlashayotgan iymon karvonininki davomi, ya'ni eng oxirgi qismi. Ya'ni masalaning butun chulvuri tochkisi Rasulullohga kelib to'xtadi. Allah subhanahu wa ta'ala oldingi darsimizda deb o'tdik. Başdan payg'ambarlarning hammasidan qanday ahdlarni olgandi? Har payg'ambar o'z ummatiga shunda buyurish kerakki, asosiy prinsipni, islomning asosiy aqidasini epkagan, ya'ni musaddiqul lima ma'akum degani ilgirki payg'ambarning epkagan ta'limotini tasdiqlaydigan har qanday payg'ambar kelsa, qavmi uningga ergashish kerak. Va shu qatorda Muhammad alayhisalom payg'ambarlar karvonining eng oxirgisi bulus bilan Allohga bo'lgan chaqiriq iymon aqidani epkagan vaqtida u ummatlar Rasulullohga qanday qilish kerak? Ergashish kerak. Bu nuqtani bugungi oyatdagi butun payg'ambarlarningki yo'lining bir ekanligi, ayrim emas ekanligi ifodalaydi qarindoshlar. Ham oyatning oxirisida va nahnu lahu muslimun degan oxirlashgan bir jumla oyat bizning diqqatimizni, chunki butun gapni deb bo'lib eng oxirisida va nahnu lahu muslimun, biz Allohga bo'ysunguchi dedi ya. Ya'ni bu nima demak endi bu mazmun? Allohga biz bo'ysunimiz degan gap qanday ma'nolarni o'z ichiga oladi desa,
ilgirki payg'ambarlardan hech qanday bir payg'ambarning ergashuvchilari hech qanday bir o'zining vaqtlik nufus yoki shaxsiy manfaati tufaylidan bu yo'ldan chiqib ketsa bo'lmaydi. Bu yo'l Allah ilgari qanday davomlashtirib boshlagan bo'lsa, shu shaklda davomlashib oxirlashi kerak. Ya'ni bu yo'l, bu masala Allohdan boshlanadi va Allohga oxirlashadi. Tamamen hammasi Allohga xos. Faqat o'tirdagi o'zgargan payg'ambar ismlari, o'zgargan kitobning ismlari vaqtliq ta Qur'onga kelguncha, payg'ambarlarga kelguncha hammasi vaqtliq o'tguncha karvon beshi. Ama asosiy masala Allohdan boshlanadi va Allohga oxirlashadi. Mana bu risolat karvonininki nihoi masalasi. Endi mushundagi negizlik prinsip nima qarinashilgan vaqtda al-Islom. Ya'ni bo'ysunish. Bu bo'ysunish insonga ixtiyoriy shaklda oldiga qo'yilgan. Yani inson tanlay oladi uni. Ya bo'ysunish degan yo'lni tanlab mang'udi bu yo'lda yoki aksi yo'lga chiqib mang'udi. Bu yo'lga kirdi degan gap, bo'ysunishni tanladi degan gap inson o'zi bilan mas qadamda mang'adi degan gap. O'zining atrofidagi koinot bilan mas qadamda bir yo'lnishga qarab mang'adi degan gap. Va koinotdagi butun jonlilik, butun mavjudot bilan mas yo'lnishga qarab mang'adi degan gap. Biz ilgari darsda o'tdik. Koinot va butun koinotdagi mavjudotning hammasi o'rinlashtirilgan shu sistem bo'yicha bir yo'lnishga qarab mang'adi. Ixtiyoriy, majburiy holda Allohga bo'ysunib mang'adi. İllaki bir inson. İnson butun mavjudotdan ayrı bir maxluq bo'lib, avladak majburiy shaklda, ya'ni yaratılışdan bir yo'lnishga qarab mang'adigan qilib yaratilmagan. Yani erkinlik va yaratilgan, ixtiyorlik va yaratilgan, tanlash fursati va yaratilgan. Endi inson mushu o'zidagi berilgan fursat asosida ya atrofidagi butun dunyo va mavjudot qarab mang'ayotgan yo'lnishni tanlaydi. Bu vaqtda intayin hamma ish go'zal bo'ldi. Chunki u o'zining asl tabiatiga mas yo'lga mang'an bo'ladi. Atrofidagi koinot mavjudotlarning ketayotgan yo'lnishiga mas yo'lda mang'an bo'ladi. Yoki yana bir aksi yo'lni tanlaydi. Butun qonuniyatning ta'tirisiga qarab mang'an bo'ladi. Cho'qim birlari bilan to'qinishadi, oxirida musibat kelib chiqadi. Qarasak, masalan deylik, bir temir yo'lda kelib ketayotgan poyezdlarning to'qinishib bermaslik uchun relis yo'tkaydi ya inson. Nima uchun shunday yo'tkaydi? To'qinishmaslik uchun, so'qashmaslik uchun. Hammalar bilamiz, inson poyezdni yasada avval. İnsanın menfaati uchun. Lekin buning bir-biriga mana ba'zi yo'llar supirdigan bir holatlar bo'ladi, o'xshash yo'lda kelib qolsa. Buning uchun bu relis yo'tkaydigan vositalarni ham yasadi, ham buni yo'tkadi, buning oldini qana qildi, oldi. Biz faqat misol shaklda qana qilyapmiz, so'zlashyapmiz. Ya'ni dunyoda Allohning qonuniyati bilan ma'digan o'zgarmas mavjudotlar bor. Biz buni ilgirgi darslarimizda so'zlab o'tgan. Bu mavjudotlarda hech qanday bir to'qinish, üstüşüş ahvol olmaydi. Anladыңmы? Yulduzlar bilan yulduzlar üstüşüptü. Planetlar bilan planetlar üstüşüptü. Mesela. Yoki Allah yaratgan ikki tuga bir yo'lda kelib, bir-biriga qanaqib üstüşüptü. Ikki at ketib o'tib, bir yo'lda bir yerga üstüşüptü. Anlamaysizlar. Chunki bularning tamamen qonuniyati Allohning ilkida, Allah shu bo'yicha yaratgan o'z qonunida bo'yicha davom qilib. Endi inson yasagan ba'zi poyez üstüşüdü. Ba'zida mashina üstüşüdü. Hatto osmonda ketayotgan arflar üstüşüdü. Lekin qushlarning üstüşini anglamaymiz. Nimishqa? Chunki Allah insonga ixtiyorlik bergan. İnsonning o'zida ixtiyorlik va qilgan hamma ishlarida insonda tanlash fursati va inson shu bo'yicha qiladi uni. O'zining aqli yetkinchi qiladi uni. Ba'zi to'g'ri qiladi, ba'zi xato qiladi. Ammo inson qilgan ishdan boshqa ishlarda
Asman zeminning hareketi, yulduzlarning hareketi, denizlardaki canlılarning hareketi, hava ve başka canlılarning hammasının hareketi tamamen Allah'ın ilgili. Bu insanga birilmeklik asla. Bula da asla ve asla nima yuz bermaydi? To'qinish yuz bermaydi. Nimişqa? Çünkü biz sürünün beşida Allah subhanahu wa ta'ala şunda bir sıfatını o'qib o'tdik qarindoshlar. Allahu la ilaha illa huwa el-hayy, Allah tirik, el-qayyum, bütün işlerini idare qilib turadi. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah'ni hiç uyku, hiç mügdeş tutmaydi ki Allah bir yerde şunda demek ki men senin igen. Bütün işlerini men qılıvatıma. Sen uxla. Çünkü ben uxlamayma deydi Allah subhanahu wa ta'ala. İnsan bir hava uxlaydı, bir hava yaşaydı. Etrafında insan için hizmet kılatkan Allah'ın ilkedeki ritimlik şekilde kılatkan bir sistem var. Hem de İslam'da mevcudat meselesi başta. İslam başta tabir biridir mevcudatka. Bütün vücut kılatkan bir sistem var üzülenmez şekilde. Bütün mevcudat kılatkan bir sistem var üzülenmez şekilde. İlla ki insandan başka. İnsan ya şular mas kademde, mas yürünüşke karab meniş yolunu tallaş ihtiyarlık var insanda ve aksi yolunu tallaş insan ihtiyarlık var. Yani biz deyimiz nimde bütün sistem bir taraf ketibasa sen karşı tarafı qaratmağısı. Nimde etraftaki sistem bilen masleş mağmaysa. Eğer şuna olsa sen baxtli insan bulardın. Mesela bugünkü devrimizde dünya maddi terakkiyatta yüksek bir seviyeye yetti. Dünyanın o tarafı da bir iş yüz burdu. Hemen bizden aldığımızda onun haberi kep bulurdu. Biz onu körüp bulumuz. İnsan taş binalaqıcı çıktı dep duraylı. Keşf qilmagan narsa ait az qaldı. Demek teraqqiyat bir yegi vardı. Ama qarindoshlardan so'rab baqay. Dünya terakki qildi, ama dünya huzuri açtımı yoki açmadi? Bununla beradigan cevap inakki dünyada texmi mushkila, habila, dard, alam ko'payib ketib boradi. Alim, ulamalar shuncha zehnini ishlatib, tadqiqot öylürde, tecrübe hallarında keçi gündüzünü uğulab bir narsalarni ijod qilib, dünyada huzur köpeymevatıdı, belki ızdırap, ciddileşiş, özara tokunuş, zitleşiş, maslaşmaslık köpeyevatıdı. Şunaşka dünya ya pat-pat bolup turadigan uruşlardan hali emas. Bazı issiqlıda uruş, bazı soğuk uruşuludu. Her halda bir toqunuşdan hali emas. Nima üçün? Çünkü dünyanın idaresi insanın hahişiga bağlanıp ketawatıdı. Bu dünyanın normal sistemini yaratkan zatının menheci bilen yolu bilen mangmavatımız. Bizim nurgun işe buyurğandı, qılmadı. Nurgun işten tosqandı, onu tosqandan yanmadı. Hemmeden özünün hahişiga erişiwatıdı. Edem dep qaldık, edemning çoğaytılgan şekilleri cemiyet, devlet, milletler özünün hahişiga erişip ketawatıdı. Şunaşqa dünyada ızdırap tügümewatıdı. Şunca terakki qilib turupmu? Ciddileşiş tügümewatıdı, toqunuş tügümewatıdı. Musibet, hapelik, azap okubatlarının ahu zarları dünyadan üzülmevatıdı. İnsanlar mesela zəhərlik çekimlikə oxşaş, yeni bir nəsliyə oxşaş, yeni bir nəsli maddi, mənəvi zəhərlik çekimliklərə oxşaş bu zərərlərdən imravatıdı. Bununla xumar oxuvatıdı insan. Hayatını bu şekilde veyran qıtbaradı. Bir qiyinçilik yolu okudu. Qiyinçilikqa merdanlarca yüzlünüp aqlning içimgəyə texmi aql tepib, üzü yox aqlını başqalardan ekilib, meseleni hal qilish uchun yüzlənmək, meseledən keçib ya o çekimlikə, ya bu çekimlikə, ya bununla xumarıb üzünü tükeştirivatıdı. Üzünü tükeştirivatıdı. Halbuki insandan talep qılındığı ne? Meseleden keçiş emas. Müşkilatdan keçiliş emas ki, dadılca qana qilish, yüzleniş. Qaçqanlıqning o'zi aslida dötlük aslında. Qaçqan sire mesele texmi köpüydigan gap.
Nima uchun? Chunki dunyoning umumiy sistemi inson o'zi qurgan yo'nalish bo'yicha ketyapti. Asli dunyodagi qonuniyat bo'yicha mangmayapti. Asli Allah bizni belgilagan qonun bo'yicha mang'an bo'lsa, o'ylaydi insonlar taraqqiy qildik deb, ammo yashayotgan xafliqlarni, bugungi qon to'kilishlarni, bugungi ahu zarlarni yashamagan bo'ladi. Biz masalaga dunyo nuqtasida turib qaraymiz qarindoshlar. Ba'zan bir millatlarningki baxtlik yashagan ko'rinishlari bizning ko'zimizga ko'rinishda yoki shaxslarning baxtlik yashagandek ko'rinishlari bizni aldab qo'ymaydi. Dunyo nuqtasini qaragan vaqtda bugun dunyo ahu zardan xoli bo'lmayapti. Xoli bo'lmayapti emas, dunyo tushayotir bu ahu zarlar. Ya'ni bir noktaga dikkat qilganimizda bu yol dedik. Bu qanday yo'l desa, ma'noda aksida bu yo'l. Dunyodagi eng dangliq kashfiyotlar eng dastlabda yomon niyatlar ijod qilinadi. Ya'ni bu yo'lda ma'nolig'ning bir ifodasi. Mayli Qur'on, mayli boshqa narsalar avval yomon niyatlar ijod qilinadi. Undan keyin yomon niyatda ish qiladigan maydon qolmagandan keyin yaxshi tarafga sarf qilinadi. Ta işletidigan yaman urullar qanday qilg'ucha chiqquncha. Mayli sizlar 5 yasalgan atomdan tortib, keyin yasilayotgan boshqa narsalar qarasanglar, dastlab boshqalarni o'ldirish yoki qon to'kish yoki u yoki bu degandek yomon niyatlar, yomon yo'llarga sarf qilinish uchun ijod qilinayotgan narsalar. Qashki boshdan tortib yaxshilikqa sarf qilinish uchun ijod qilingan bo'lsa, buning insoniyatga aytiladigan narsasi boshqa bo'lishi mumkindir. Dikkat qilib çoğunlaq to'xtatib qarasanglar, çoğ davlatlar dunyodagi çoğ davlatlar o'zining ijod qilgan shu yangiliklar orqali 3-dunyo ellarini yoki keyinda qolgan ba'zi rayon millatlarini asosan bevosita yoki vositasiz shaklda ularni istibdod qilishini qo'l qilish yoki ularning qon tarini shumirish degandek har xil maqsadlarda biz ko'rmagan pardning orqasida nurg'un ishlar elib berilyapti. Ya'ni inson ashuna qilyotganlar. Biz o'xshash inson, Odam alayhissalomning bolalari, biz inson deb qo'yamiz. Insonlar o'zining tanlagan yo'ldan mana bu darajaga keldi. Ya'ni nima uchun shunday bo'ladi? Chunki biz reallikqa o'zimizga mantiqiy qarashlarni qaramayapmiz. Avval o'zimizni tunishimiz kerak qarindoshlar. O'zimizga sodiq bo'lishimiz kerak. O'zimizla moslashishimiz kerak. Biz yashayotgan reallik bilan moslashishimiz kerak. Reallikning xarakterini tushunishimiz kerak. Eson bo'lsin. Biz yashayotgan chekinmay ketayotgan ilmiy ochko'zliklar, ma'atalg'iga diqqat qilinglar. Ilmiy ochko'zliklar butun xafliqlarni akkayotdi. Aslında bu ilmiylik bizga rahat, huzur akilish kerakdi. Aslında biz ilmiy tadqiqotlarni qilib, ma'lum natijaga yetgandan keyin huzurlanishimiz kerak inson bo'lish sifatimiz bilan. Ammo jafo tortyapmiz. Nima uchun shunday bo'lyapti? Chunki biz xohishimizning qo'liga tushib ketdik. Havoy havasimizning qo'liga tushib ketdik. Bu havoy havas bizni sağlam qirg'oqqa yetkazadigan ishonchli qo'l emas. Allah subhanahu va taoloninki dunyoga avatgan yo'li payg'ambarlar orqali, kitoblar orqali asli to'g'ri, xotirjam yo'ldi. İnsanlar bugun yoki erta xolisun xolimisun o'zining mangan har qadamining badalini o'taydi. Asta ya xolisun, ya'ni musulmon bo'lib bu yo'lga qaytadi, ya xolimisa majburiy holda xuddi biz burun darsimiz degandek qonun o'zgartdik deb asta musulmon bo'lmasimi, ammo amaliyotida bu yo'lga yaqinlashadi. Ya'ni ilgari kinosin, musulmon bo'lmasin, hammasi eng oxirida va nahnu lahu muslimun mushaga keladi. Alloh subhanahu va taologa to'liq oxirida bo'ysunadi. Ya bu yo'lga musulmon bo'lib kirib, buning qiyomatda mukofotini oladi. Musulmon bo'lmagan taqdirda oxirida yana dunyoda tajribalarni o'tkazish orqali yana mush yo'lga keladi. Lekin u vaqtda o musulmon bo'lmagan bir shaklda kelgan yo'lning ahamiyati olmaydi. Ya'ni nihoyatda va nahnu lahu muslimun. Biz Allohga oxirida bo'ysunmay boshqa yo'limiz yo'q.
Bugün vaqt münasebeti bilen dersimiz müşahede toxtadı. Kile saatlik dersde görüşkice hemen Allah emanet kıldım. Ve ahru da'vana elhamdülillahi